Talabalar ertalabdan kechgacha universitetda nimalar qilishadi? Bugun shu savolga javob topish uchun iPhone universitetini ekskursiya qilamiz. Hozir sizlar bilan iPhone'ning Toshkent shahri Olmazor tumanida joylashgan o'quv binosidagi talabalar hayoti, dars jarayonlari va universitet sharoitlari haqida gaplashamiz. Universitetga kirishda Face ID tizimi ishlatiladi. Bu universitetda xavfsizlik va tartibni ta'minlaydi. Hozirda iPhone universitetida 3000 dan ortiq talabalar bakalavriat va magistratura bosqichlarida ta'lim olishadi. Endi esa ma'ruzaxonalarini ko'rib chiqamiz. Bu katta ma'ruzaxonasi. Dars jarayonlarini ko'rishingiz mumkin. Mana bu bizning auditoriyalardan biri. Darslar asosan kichik guruhlarda bo'lib o'tadi. Bu esa har bir talaba uchun individual yondashuvni ta'minlaydi. Har bir auditoriya zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Smartboard va projektor shular qatoridan. Bu yerda talabalar shunchaki darsni tinglashmaydi, balki muhokama qilishadi, fikr almashishadi, o'rganishadi. Bu esa haqiqiy interaktiv ta'lim. Universitetimizda sun'iy intellekt va kompyuter dasturlash yo'nalishlariga katta e'tibor qaratilgan. Shu sababli eng zamonaviy iMac kompyuterlari bilan jihozlangan xonalarimiz ham mavjud. Darsdan keyin tanaffus qilish uchun eng zo'r joy bu oshxona. Pokiza sharoit, sifatli taomlar va albatta narxlari ham talabalarga mos. Endi biz talabalarning eng sevimli joylaridan biri iPhone kutubxonasidamiz. Kutubxona fondi juda ham boy. Yuzlab darsliklar, ilmiy kitoblar, jurnal va adabiyotlar mavjud. Har bir yo'nalish bo'yicha zarur resurslar to'plangan. Eng qulaylik tarafi onlayn kutubxona tizimi. iPhone talabalari istalgan joydan, istalgan vaqtida elektron kitoblar va ilmiy maqolalarga kirish huquqiga ega. Va eng asosiysi, iPhone'da talabalar hayoti har kuni qizg'in o'tadi. Bu yerda zerikish degan narsa yo'q. Hafta davomida zakovat o'yinlari, quizlar, guest lecture, sport musobaqalari, turli fan va ijodiy to'garaklar bo'lib o'tadi. Shunday qilib iPhone universiteti bilan tanishib chiqdik. Ko'rib turganingizdek, talabalar nafaqat o'qish bilan cheklanishmaydi, balki rivojlanishadi. Siz ham haqiqiy talabalik hayotini zamonaviy sharoitlarda o'tkazishni xohlasangiz, iPhone'da sizni kutib qolamiz. Bu videoni esa abituriyent do'stlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang.